Tadbirkorlar va davlat idoralari o'rtasida uchraydigan eng ko'p muammo qanday muammo va buning sababi nima? Tadbirkorlarning davlat idoralari bilan bo'ladigan munosabatlarda eng ko'p uchraydigan muammolardan biri bu davlat idoralarining shartnoma majburiyatlarini bajarmasligidir. Buning sababi esa quyidagilardir. Birinchisi, davlat idoralari bilan tuziladigan shartnomalarga e'tiborsizlik qilish. Odatda bunday shartnomalarning loyihalarini davlat idoralari tayyorlaydi va tadbirkorlar shartnomani qanday bo'lsa shundayligicha imzolab beraveradi. Ikkinchisi, tadbirkorlar mansabdor shaxslarning og'zaki iltimoslari, talablari, va'dalariga ishonib, hujjatlarni rasmiylashtirmagan holda ishlarni bajaradi, xizmatlarni ko'rsatadi. Natijada o'rtada kelishmovchilik kelib chiqsa, tadbirkor o'z haqqini talab qilishda qiyinchilik va to'siqlarga duch keladi. Aynan shunday keraksiz muammolar paydo bo'lmasligi uchun sizga sifatli yuridik xizmatlar ko'rsatuvchi Konstat advokatlik firmasi yordam beradi. Xizmatlarimiz haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlar bilan bog'laning.